Agar siz ham shu retsept bo'yicha Napoleon tayyorlab ko'rsangiz, ko'chadan hech ham sotib olmaysiz. Margarin hamda unni yaxshilab uvalab olamiz. So'ngra muzdakkina suvga bitta tuxumni solib, aralashtirib, xamir qorib olamiz. Xamirni tindirib olishga hojat yo'q. Bo'laklarga bo'lib, yuqa qilib yoyib pishirib olamiz. Krem uchun saryog, quyultirilgan sutdan ozroqgina solib, yaxshilab mikser yordamida kamochkalari ketguncha aralashtirib olamiz. Va pishib chiqqan ko'shlarimizni birinchisini pufaklari tepa tomonga qo'yib, krem suramiz. Ikkinchisini esa ko'rsatib o'tganimdek aylantirib teskari tomonini joylaymiz va ko'shlarimizni xuddi shu holatda krem ko'sh holatida ketma-ketlikda terib olamiz. Shu joyiga diqqat bilan e'tibor bering. Eng ustki qavatini kremni surmasdan yaxshilab bosib olamiz va kremni joylab, bitta ko'shimizni juva yordamida uvalab sepib olamiz. Og'zingizda erib ketadigan mazasi, ishoning, sizni lol qoldiradigan Napoleonimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring, juda ham mazali bo'ladi. Oldindan yoqimli ishtahangizlarim.